Simental buzoqchani zo'ridan so'raganlar ekan mana. Chotki sudar. Simental. Qo'nasinchasi. Bormaylar. Necha pul beryapsiz aka? Narxam aytmayapsiz. 20 million kami bor. Qo'nasincha. Arkadaşımız sababi Novvoscha. O'sha novvoscha savdo bo'ldi. O'ylabsanmisiz? 11 million 200 ming. O'sha novvoscha bo'lyaptimi? 11 million 200. Necha pul kam bor deyapsiz? 12 million kam bor deyapsiz. Sistemga bizcha novvoscha. Novvoscha. 12 million kam bor. 11 million 200 mingga bermayapti. Assalomu alaykum qadrli YouTube kuzatuvchilari, chorva ishqibozlari, hurmatli obunachilar. Sizlar bugungi manzilimiz Farg'ona viloyati, Andijon viloyati Shahrixon Xoldonbek Cho'jamol bozorida yosh ko'chat go'zaychalar, sutem go'zaychalar narx-navolarini yoritamiz. Sizlar ekranlarning ostida chiqib turgan obuna yoki da podpisatsiya degan yozuv bor, shuni bosib ko'rsalar biz kiritib borayotgan videolar SMS tariqasida muntazam ravishda borib turadi. Birinchilardan borib kuzatishlaring mumkin bo'ladi. Like bosgan bo'lsalaring biz boshladik sizlar. Mana shu novvoscha, qani? Shu novvoscha 12 million kami bor deyapti. 11 million 200 mingga so'rashab bermayapti. 11 million 200 mingga berildi. Aralash, quralashi bor ekan. Go'zaychalar Nesbulgacha go'zaychalaringiz bor. 10 million kam bor novvoscha. 10 million kami bor novvoscha bor. 13 kami bor novvos. 13 kami bor novvos. 9 dan kami bor xunajon 7 million 450 mingdan so'rayapti. 7 million 450 mingdan so'rayapti. 20 mingdan har yot 15 euro o'ttirman. O'z qopda doim bo'ladi sizda. Telefon nomeri ayting. Daram donatorga 77lik 733 233 0502. Bu xonasi nima novvosiga oshyapti. bilan ovoz olmoqchiman. Ana yerda aloqaga chiqib olasiz. Hozirga necha pullar aytyapsiz? 17 million kami bor. Bozor savdo qildimi? Qancha? 14 tepasida so'rashab bermayapmiz. 14 tepasida so'rashyapti emas, novvoschaga akalar. Qaranglar, cho'tki qilib bo'lgan orqalaridan ko'rinishlar. Hozirga doim bo'ladimi yo bitta shumi? Qiziqlarga nomer beramizmi? Sotib olasiz. Bozoringizni bersin. Go'zalidan lolasidan. Otaga necha pul oldi sizga? 27,5 million bo'ldi. Bo'yi 1.15 atrofida. 27 million. Shvet necha pul oldi otaga? 34 million bo'ldi. Bolachasi onasicha 34 million. Sizlarga olib chekin. Necha pul oldi aka? Necha pul oldi qora aka? 15 million 400 ming. Novvoscha bo'ylari 90 plyusida. 90 plyus. Ha, mana shu yana ko'rishib. Qoraga necha puldan narx aytyapsiz? 20 milliondan kami bor. Bu nima ekan mana? Onazin.
20 milliondan kami bor ekan. Ha. Nech bilan bo'ldi bahosi? Nech bilan berishdi? Endi kelishdi. Endi kelishibdi. Doim bo'ladimi sizda? Telefon nomeri bering. Yo'q, telefon nomeri bering. Aka, telefon qilishadi-da. Yo'q, hali zarilmasda. Bo'ldi, xo'p. Akalar bermas ekan, lekin ko'chatlari o'ta kuchli ekan. Ama kuchli ekan ko'chatlar. Ko'chatlar o'ta kuchli ekan. Chiroqli ko'chatlar. Mana savdolar bo'lyapti avjida. Jala mehnatimizni arzisa, xulosa bir donadan layk bosib turinglar. Layk bosmagan bo'lsalaring. Mana bu yerda ham savdo bo'lyapti. Savdo bo'lyapti. Novvosami? Nech pul savdo bo'lyapti? 10 million 700 mingga Espil kami bor deyapsiz. 13,5 kami bor. 13,5 million kami bor. Sotilib ketadi. Mana bu yerda ham o'ta kuchli novvosa bor. Hozirga nech puldan bularingiz? 2 millionga 15 million. Bunisi novvos, nariga ham novvos. Novvos degan ko'rsam akalar. Buni nech pul qildi bozor? 12 millionga bermayapsiz. Doim bo'ladi. Sizga nomer beraylik. 93lik 785 30-20. Doim bo'ladi, aloqa chiqaradi. Smetani so'rasa ham qilib beraverasiz, bo'lsaydi. Akalar qilib beraveradi. Zotlaridan qilib berarkan, akalar aloqa chiqarasiz. Bozoringiz. Mana sementalcha savdo bo'ladi. Sementalcha. Sementalcha 22 million kami bor deyapti. O'zi bor. 22 million kami bor. Novvoscha. Nasıl baho qilishdi bozor? Har so'rashgan yo'qmi? Doim bo'ladimi? Bitta shu nomer beramizmi? Sotib yuborasiz. Sotilib ketadi deyapti akalar mana. 22 million kami bor deyapti sementalcha. Mana xonazinchar parchasidan so'raganlar akalar. Parcha xonazinchar. Qorin es bilan narx aytyapsiz? Jupiga 23,5 deyapti. Jupiga 23,5 million kami bor. Bozor baho qildimi? Uni 10,5 qilishdi 10 million bo'ladi. 10ga 10,5, 20,5 millionga bermayapsiz. Doim bo'ladi sizda. Doim bo'ladi. Telefon nomeri bering qiziqqanlarga. 95lik 95lik 032 032 52 72 aloqaga chiqarasizlar, doim bo'ladi. Ama bizlarchilar o'ta chiroyli. O'ta chiroyli ekan buzoqchalar. Yana buzoqchalar. O shved tudar ekan mana bunisi. Shved tudar. Eko'si ham xonazinchami? Eko'si ham xonazincha. Nech puldan narx aytyapsiz hoji bobo? 13 millionga 12 million. Bozor baho qildimi? 10,5. 10,5 millionga bermayapti ekan bunisini. 10,5 million. 10,5 million. 10,5 millionga bermayapti ekan. Doim bo'ladimi hozir aka sizda? Qasiyani bo'ladi. Telefon nomer qo'yamizmi? 90 269 90lik 269 269 03 akalar aloqaga chiqarasiz, o'ta olasiz, kelishtirib chiroyli qilib vodiy bo'ylab dastavkalarni beradi. O'ma patchi ekan mana shu bizda bor, 8 strayter bor. Strayter bor. O'ta chiroyli. O'ta chiroyli. Mag'arela. Novvosani udar ekan. Novvosani udarchasi ekan. Novvosaganmi? Novvosagan. Nech pul ekan? Oz bilan. 15 million kami bor. Novvosa udar ekan. Nech pul qilishdi? 12,5 ga bermayapsiz. Doim bo'ladimi?
Telefon nomeri bering. 91lik 105 57 42 kela mana. 52 47. 57 47. Qana kana. O'ta mana shundan yechib olib kelsangiz deb o'ylayman. mana kana. Sal bo'sh qo'ying-da. Tarasib bo'ladi. O'ta kuchli nomorsi. Tug'ilgandan keyin 2 kundan keyin tug'ilgandan keyin 2 kundan keyin o'ylaymiz. Bo'layim ol deyman. Boshqa. Omad cho'tki ekan. Kela aloqaga chiqaverasiz, xudo xolasa. Yoki bo'lib tasarruf. Zo'r bo'lyapti bozor. Siz qatnashsangiz sizga band. Mana sementalcha. Zotli mol, zotli buzoqchalar. Mana. Egasi olmay qo'yavering deyapti endi. Hech bo'lmasa narxini bilib olaylik, maylimi? Narxini ayting. Necha pul u? 20? 20 million kam bu. Novvos ekan-a? Novvos ekan, kela 20 million kam bor. Zo'r ekan. O'ta chiroyli. Joni sog' olsin. Ko'sh qaytaryapti hozirdan. Xonazil shekilli xonazilcha bu. Xonazilcha, bu xonazilcha. Onun sinov olsa ekan. Sinov olsa ekan. O'tkiz o'g'ani o'shani bitta baqa. Yüz tozasi. Novvoscha 20 million kam bordi. Aka nomer ayting. 88lik 958 20 doim bo'ladi akaga aloqaga chiqinglar, xudoingiz kelishtirib chiroyli narxlarni qilib beradi akalar. Sizlar umrlaringga, rizqlaringga, chorvalaringga baraka bersin. Musofir yurgan akalarimiz Allohning panohida asrasin. Oila bola chaqasini oldiga yorug' yuzlar bilan qaytib kelishi nasib ro'za aylasin. Sizlar paddashak turganlar uchun rahmat. Xayrlashishimiz ko'rishguncha deb qolamiz aka.